Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli matbuot anjumani qatnashchilari, qadrli ommaviy axborot vositalari xodimlari. O'zbekiston Milliy matbuot markazida O'zbekiston Respublikasi Tog' sanoati va geologiya vazirligi huzuridagi O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyati tomonidan tashkil etilgan matbuot anjumanida barchangizni xush ko'rdik. Ayni paytda efirimiz to'g'ridan to'g'ri UzReport telekanali hamda uning ijtimoiy tarmoqlari orqali uzatilmoqda. Demak, bugungi mavzu O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyatining 2024-yilgi faoliyati va 2025-yilgi ustuvor vazifalari deb nomlanadi va keling dastlab spikerlarimiz bilan tanishtirib o'tsak. Tog' sanoati va geologiya vazirligi bo'lim boshlig'i Toshqulov Anvar Jo'rayevich. O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining ishlab chiqarish va innovatsiyalar bo'yicha birinchi o'rinbosari Azimboyev Anvarjon Azimboyevich. O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyati ta'minot, qurilish, transport, infratuzilma va ijtimoiy masalalar bo'yicha departamenti rahbari Aliqulov Tohir Murodullayevich. Demak, dastlab spikerlarimizga yuzlanamiz va undan keyin ommaviy axborot vositalariga savol-javob uchun navbatni bersak bo'laveradi. Birinchi ma'lumot berish uchun so'z navbatini spikerimizga, ya'ni Tog' sanoati va geologiya vazirligi bo'limi boshlig'i Toshqulov Anvar Jo'rayevichga beramiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli matbuot anjumani qatnashchilari. Tog' sanoati va geologiya vazirligi muhtaram prezidentimizning 2019-yil 18-noyabrdagi neft gaz geologiya qidiruv ishlarini tashkil etish va olib borish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 45-22-son qarorlariga muvofiq 2020-yildan boshlab geologiya xom ashyo izlashlarini amalga oshirib kelmoqda. Vazirlikning davlat dasturida belgilangan seysmorazvedka ishlari, yangi neft gazga istiqbolli maydonlarini izlash, uglevodorod resurslarini o'stirib borish vazifalari. Shu bilan birgalikda buyurtmachilar talabiga muvofiq neft gaz konlari hamda quduqlarda kon geofizika ishlari, laboratoriya tahlillerini olib borish ishlarini O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirib kelmoqda. Muhtaram prezidentimizning 2023-yil 27-iyuldagi ma'muriy islohotlar doirasida Tog' sanoati va geologiya vazirligi sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 116-son farmoyishlari bilan geologiya sohasida islohotlarni chuqurlashtirish, tizim faoliyatini transformatsiya qilish hamda xom ashyo bazasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash orqali uzoq muddatli dasturlar ishlab chiqish, kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash, xorijiy davlatlarda ularni malakasini oshirish vazifalari belgilab berildi. Tog' sanoati va geologiya vazirligi respublikaning barcha yer qa'ridan foydalanuvchilari uchun uglevodorod xom ashyo zaxiralari va resurslarini muntazam o'stirib borish maqsadida olib borilayotgan geologiya qidiruv ishlarini yanada jadallashtirishga qaratilgan uzoq muddatli, ya'ni 2024-2033-yillarda uglevodorod xom ashyo zaxiralarini ko'paytirishga qaratilgan geologiya qidiruv ishlarini maqsadli dasturini ishlab chiqildi va Vazirlar Mahkamasida 2024-yilda tasdiqlandi. Belgilangan vazifalar ijrosi doirasida vazirligimiz tomonidan respublika hududlarida quyidagi yo'nalishlarda geologiya qidiruv ishlari amalga oshirib borilmoqda. Birinchidan, o'rganilganlik darajasi yuqori bo'lgan hududlarda, ya'ni bu Buxoro, Xiva, Ustyurt hududlarida 3D seysmorazvedka ishlarini 10 ming metrgacha bo'lgan chuqurlikdagi istiqbolini aniqlash. Ikkinchidan, qo'shni Tojikiston va Qozog'iston bilan chegaradosh hududlar, Ustyurt va Surxondaryo hududlarini kam o'rganilgan qismida zamonaviy 2D uslubini qo'llagan holda neft gazga istiqbolligini baholash. Uchinchidan, geologik tuzilishi deyarli o'rganilmagan, neft gazligi umuman baholanmagan yangi hududlar, bu O'rta Sirdaryo va Sharqiy Orol hududlarini regional seysmorazvedka ishlari bilan o'rganish. Ushbu geologik o'rganishlarning asosiy qismini vazirlik huzuridagi O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyati tomonidan qanday olib borilayotganligi va joriy yildagi ustuvor vazifalar to'g'risida aksiyadorlik jamiyatining raisining birinchi o'rinbosari Azimboyev Anvarjon Azimboyevich qisqagina to'xtalib o'tadilar. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli matbuot anjumani ishtirokchilari.
Mamlakatimiz iqtisodiyotning barcha jabhalarida keng islohotlarning joriy etilishi izchil davom etmoqda. Ijtimoiy, iqtisodiy, sanoat va boshqa sohalarda maqsadli ko'rsatkichlarning jadallik bilan o'sishining guvohi bo'lmoqdamiz ayni kunlarda. Shu jumladan O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyatida 24-yillik faoliyat davomida ham qator natijalarga erishildi. Shu jumladan jamiyat tarixiga keladigan bo'lsa agar, O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyati 1957-yilda tashkil etilgan bo'lib, hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining tog' kon sanoati va geologiya vazirlik tizimida faoliyat yuritib kelmoqda. Jamiyat uglevodorodlarga istiqbolli strukturani qidirish, burg'ilashga tayyorlash uchun dala geofizikasi hamda chuqur quduqlarda kon geofizikasi tadqiqotlarini o'tkazish, burg'ilashda olingan namunalarning tog' jinslarining laboratoriya tahlillerini qilish, uglevodorod konlari zaxiralarini hisoblash bo'yicha ishlarni bajaradi. Jamiyatning ustav kapitali 374 milliard so'm tashkil qiladigan bo'lib, davlat ulushi 97% ni tashkil etadi. Umuman geologiya, geofizika ishlari bo'yicha to'xtaladigan bo'lsa agar, jamiyat oldiga qo'yilgan geologik vazifalarga muvofiq dala va kon geofizika ishlari, olingan geofizik materiallarni qayta ishlash va talqin qilish ishlarini, keyin tahlili va boshqa turdagi ish va xizmatlarni amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, 2024-yilda mineral xomashyo bazasini rivojlantirish va qayta to'ldirish davlat dasturi doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Xorazm, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari hududida 18 ta geologik loyihalar bo'yicha 2D va 3D seysmik qidiruv ishlari amalga oshirildi. Bunda 6800 pagon kilometr 2D va 1900 kvadrat kilometr 3D seysmik qidiruv ishlarining hajmlari bajarildi. Qo'yilgan reja to'liq bajarildi. Tugallangan loyihalar bo'yicha 3 ta yakuniy geologik hisobotlar muvaffaqiyatli tayyorlanib, davlat geologiya fondlariga topshirildi. Shuningdek, davlat dasturida boshqa buyurtmalar asosida 1200 kvadrat kilometr hajmda 3D seysmik qidiruv ishlari bajarildi. Bajarilgan geofizika ishlari natijasida 19 ta uglevodorodlarga istiqbolli strukturlari chuqur burg'ilashga tayyorlanib, topshirildi va reja 105.5% ga bajarildi. Jami 118.3 million tonna shartli yoqilg'i miqdorida uglevodorodlarning C3 toifasidagi istiqbolli resurslari ko'paytirildi. 2025-yilda ushbu istiqbolli yo'nalishlarda ishlarni davom ettiriladi. Shuningdek, Ustyurt hududi va Sirdaryo havzasidagi kam o'rganilgan istiqbolli maydonlarda hududiy ishlar boshlanadi. Hududiy ishlarning boshlang'ich bosqichida maydonlarning 2D seysmik qidiruv ishlari bilan istiqbolligini baholash va keyingi ish yo'nalishlarini ilmiy asoslash nazarda tutilgan. Joriy yilda mineral xomashyo bazasini rivojlantirish va qayta to'ldirish davlat dastur doirasida 2D usulida 6600 pagonni kilometr seysmik qidiruv ishlari va 3D usulida 1800 kvadrat kilometr seysmik qidiruv ishlarini bajarish rejalashtirilgan. Buyurtmachilar loyihalari doirasida 3D usulda 1200 kvadrat kilometr seysmik qidiruv ishlari bajariladi. Ushbu maqsadda 3 ta yangi loyiha tayyorlangan, tegishli ekspertiza xulosalari olingan. Shu bilan birga 2025-yilda 19 ta uglevodorodlarga istiqbolli strukturani tayyorlab topshirish hamda C3 resurslarini 120 million tonna shartli yoqilg'iga ko'paytirish nazarda tutilgan. Bundan tashqari, o'tgan 2024-yilda neft va gaz kompaniyalari bilan tuzilgan shartnomalar doirasida chuqur neft gaz quduqlarida jami 2200 ga yaqin rejaga nisbatan, biznes rejamizga nisbatan 15% ga ortiq kon geofizika ishlari buyurtmalari bajarildi. Jumladan, burg'ilash jarayonida quduq geofizik tadqiqotlari 793 ta buyurtma, ekspluatatsiya jarayonida quduq geofizik nazorati buyurtmalari 276 dan tashkil qildi. Burg'ilash jarayonida geologik texnologik tadqiqotlar soni 114 taga yetkazildi. Quduqlarni o'zlashtirish jarayonida perforatsiya ishlari 1017 buyurtmani tashkil etib, 208 ming dona perfazariat ishlatildi. Shuningdek, 51 ta quduqdan olingan 2093 ta kern namunalari petrofizika laboratoriyamizda kompleks tahlil qilindi va buyurtmachilarga o'rnatilgan tartibda topshirildi. O'tgan 2024-yilda yangi buyurtmachilar bilan ishlar boshlandi. Xosatan Qirg'iziston Respublikasining Qirg'iz geofizika, Qozog'iston Respublikasining Batiz geofizik servis, Rossiyaning TNG Algiz, Volgograd geofizika, Andezit tashkilotlari bilan shartnomalar asosida geofizika ishlari, eksport xizmatlari bajarildi. Umuman olganda 2024-yil yakunlari bo'yicha jami geofizika ishlarining hajmi 617.4 milliard so'm tashkil etib, biznes rejaga nisbatan 112% ga bajarildi. Tashkilot sof foydasi 41.1 milliard so'mni tashkil etib, bu biznes rejaga nisbatan 137% ga o'sish tashkil etdi. Joriy 2025-yilda chuqur quduqlarda jami 2300 ta kon geofizika ishlarini buyurtmasini bajarish, 2150 ta kern namunalarining petrofizik tahlilini amalga oshirish va eksport xizmatlarini ko'paytirib borish
nazarda tutilgan. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, endi ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish ishlari bo'yicha to'xtatib o'tiladigan bo'lsa agar, so'nggi yillarda respublikamizda geologiya sohasini rivojlantirish bo'yicha muhtaram prezidentimizning tomonidan keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan o'tgan yillarda chiqarilgan respublikamizda geologiya qidiruv sohasini rivojlantirish, moddiy texnik bazasini mustahkamlashga qaratilgan bir qator prezident va hukumat qarorlari sohamizni zamonaviy uskunalar bilan ta'minlashda keng ahamiyatga ega bo'ldi. Dala va kon geofizika yo'nalishi oladigan bo'lsak, jamiyatimiz tog' kon sanoati vazirligiga tarkibiga qo'shilgandan so'ng modernizatsiya dasturlari asosida 2020-2022 yillarda ishlab chiqarishga yangi yuqori texnologik zamonaviy uskunalar xarid qilindi hamda ishlab chiqarishga joriy etildi. Bular AQShning Innova kompaniyasidan 9000 kanalli 3D seysmik qidiruv kompleksi, Niderlandiyaning Paradigm kompaniyasidan seysmik qidiruv materiallarini qayta ishlash va talqin qilish uchun hisoblash markazi, Rossiya Federatsiyasining kompaniyalaridan 82 dona kon geofizika priborlari, 6 dona karatosh stansiyasi, 20 dan ortiq maxsus avtotexnikalar xarid qilindi. Hozirgi kunda ushbu yuqori texnologik geofizika uskunalarini foydalangan holatda respublikamizning Ustyurt, Buxoro, Xiva, Surxondaryo istiqbolli regionlarida amalga oshirilgan seysmik qidiruv tadqiqotlari natijalari bo'yicha mana yuqorida Amal Jo'rach aytib o'tganlaridek 10 kilometrgacha chuqur qatlamda joylashgan neft va gazga istiqbolli tuzilmalar burilashga tayyorlanmoqda. Hamda ushbu regionlarda 6500 metrgacha bugungi kunda burilayotgan chuqur quduqlarda harorati 200 gradus issiqlik va qatlam bosimi 1000 atmosferani bardosh beradigan maxsus uskunalar yordamida kon geofizika tadqiqotlarining to'liq kompleksi amalga oshirilib kelinmoqda. Jamiyat tomonidan mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish va kengaytirish bo'yicha navbatdagi tadbirlardan zamonaviy 2 ta 3D seysmik majmuasini, 18 mingta kanal seysmik kanallardan biriga, 20 ta og'ir seysmik vibratorlar, 2 komplekt yuqori harorat va bosimga mo'ljallangan kon geofizika uskunalari, 5 ta maxsus karatosh stansiyasi va bitta seysmik ma'lumotlarni qayta ishlash majmuasi bilan jihozlash bo'yicha ishlar davom ettirilmoqda. Transformatsiya va raqamlashtirish yo'nalishi bo'yicha muayyan ishlar bajarilmoqda jamiyatimizda. Bu yo'nalishda geofizika ishlar bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlash maqsadida tizimli ravishda jamiyatni xalqaro standartlar asosida transformatsiya qilish va ishlab chiqarish faoliyatini raqamlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan 2019-2020 yillar uchun moliyaviy hisobotlar xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlari asosida tayyorlab kelinmoqda. Ularga katta to'rtlikka kiruvchi Deloitte & Touch kompaniyasi tomonidan xalqaro audit kompaniyalarining audit xulosasi olinmoqda. Bu deganiki, o'sha buxgalterik hisobotlarimiz, buxgalteriya demak ishlari to'liq xalqaro moliyaviy standart asosida yuritib kelishi demakdir. Jamiyatning moliyaviy sog'lomlashtirish, operatsion samaradorlikni oshirish, shuningdek o'rta va uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi HLB Tashkent xalqaro audit kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan hamda jamiyat boshqaruv organlarining qarorlari va yillik biznes rejalari asosida amalga oshirib kelinmoqda. Zamonaviy korporativ boshqaruv tizimini joriy etish maqsadida kuzatuv kengashi tarkibi yangilandi va unda joriy yilda xorijiy malakali mutaxassislardan iborat 2 ta mustaqil a'zo jalb etilgan. Mustaqil a'zolarimiz biri Angliya fuqarosi bo'lsa, ikkinchisi Turkiya Respublikasining fuqarosi. Ular haqiqatan ham mustaqil maqomga ega bo'lib, bevosita o'sha o'zbek geofizika faoliyatiga o'zining bahosini berib kelyapti va boshqaruv organlari tomonidan har chorakda ushbu kuzatuv kengashiga tegishli hisobotlar taqdim etib kelinmoqda. Xaridlar va menejment tizimini isloh qilish maqsadida 2018-2020 yillardagi faoliyat Deloitte & Touch kompaniyasi tomonidan forensik auditidan o'tkazildi. Audit tavsiyalari bilan tegishli yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Tizim samaradorligini oshirish bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Joriy yilda 22-24 yillarda auditdan o'tkazish chorasi belgilangan bo'lib, hozir ishlar boshlangan. Ishlab chiqarishni raqamlashtirish davom ettirilib, hozirda respublikamiz hududining istalgan nuqtasidan dala va kon geofizika ma'lumotlar tezkor olish, qayta ishlash va talqin qilish jarayonlari butun vertikal bo'lib raqamlashtirilgan. Misol uchun, raqamli formatdagi dala sharoitida olingan materiallar onlayn tarzda Toshkent shahrida joylashgan qayta ishlash markaziga yuboriladi. Bu ham o'zbek geofizika tarkibidagi yirik katta ma'lumotlarni qayta ishlash hisob markazi zamonaviy dasturiy kompleksda qayta ishlanadi va talqin qilinadi. Natijada geofizika ma'lumotlarning olish tezligi, ularning sifati va ishonchlik darajasi sezilarli oshdi. Inson omili kamaydi.
oxirgi paytlarda joriy etilgan geotexnologik stansiyalardan quduqlarda bo'rg'ilash jarayoni holati va ko'rsatkichlari mutaxassislarimiz tomonidan masofadan turib onlayn rejimda kuzatiladi va nazorat qilinadi. Ishlari bo'yicha tegishli xulosalar beriladi. Shuningdek, jamiyatda geofizika ma'lumotlarining yagona elektron bazasi yaratilgan bo'lib, 1957-yildan faoliyatimiz boshidan boshlab olingan materiallar raqamli ko'rinishda to'ldirib borilmoqda va bu ishlarni joriy yilda yakuniga yetkazish reja qilingan. Bundan tashqari, mavjud maxsus texnikalar, avtotransportlar va mexanizmlar harakati to'liq GPS trekerlar orqali onlayn rejim nazorati bilan qamrab olingan. Asosiy uskunlar va transportda ta'mirlash jarayoni 1S ERP tizimida masofadan boshqarish joriy etishga kirishilgan. Ayni kunda, shuningdek, jamiyat faoliyatida hujjatlar aylanmasi va ijro intizomi to'liq maxsus dasturlar Hermes, Bittrex 24 o'zbek geofizika, E-ijro platformalarida raqamlashtirilgan bo'lib va shu platformalarda amalga oshirilmoqda. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, 21-yilda jamiyatimiz korrupsiyaga qarshi agentligi tavsiyalari asosida compliance tizimi joriy etildi. Tegishli ichki hujjatlar tasdiqlandi. 2023-yilda Xalqaro CERT International xalqaro auditorlik kompaniyasi tomonidan jamiyatga ISO 37001-2016 xalqaro standart talablari bo'yicha muvofiqlik sertifikati topshirildi. Joriy yilda mazkur tizim xalqaro standart talablari asosida auditdan o'tkazildi. Bu bo'yicha to'xtalib o'tadigan bo'lsa agar 2023-yilda jamiyatimizga berilgan sertifikatlar jamiyat tarkibidagi 5 ta filial joylarda joylashgan 5 ta filialimizda ham ushbu tizimni joriy etib, 2 ta filialimizga ham xalqaro sertifikatlar topshirildi compliance nazorati bo'yicha. 24-yildan boshlab jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurashish menejmentining barcha indikatorlari korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining E-Antikor.uz reyting baholash elektron platformasiga kiritilib boshlandi. Qayd etish joizki, yaqinda e'lon qilingan va bundan barcha shu axborot vositalariga e'lon qilingan antikorrupsion reytingda O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyati 85 ball olib, ushbu yo'nalishda yaxshi natijaga erishdi. Jamiyat tomonidan 2021-yildan boshlab ISO 14001-2015 ekologiya menejmenti hamda ISO 45001-2018 salomatlikni muhofaza qilish va mehnat xavfsizlik menejmenti xalqaro standartlari joriy etilgan bo'lib, 24-yilda xalqaro DQS Glambach auditorlik kompaniyasi tomonidan audit o'tkazildi. Xalqaro standartlar sertifikatlari yangilandi. Xalqaro reytinglar yo'nalishida 23-yilda jamiyat nufuzli S&P Global Ratings agentligi tomonidan B- stabil korporativ reytingini oldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22-yil 17-yanvardagi 90-son prezident qaroriga muvofiq Vazirlar Mahkamasining 22-yil 15-avgustdagi 446-son qarori bilan tasdiqlangan yo'l xaritasiga asosan jamiyat aksiyalarining Toshkent Respublika fond birjasida birlamchi ommaviy taklifi IPO o'tkazish bo'yicha ishlar boshlangan. Bunda underwriter etib Freedom Finance xususiy xorijiy kompaniyasi tanlangan bo'lib, yuridik va soliq yo'nalishlari bo'yicha o'rganish, KPMG audit hamda aksiyalarning bozor qiymatini baholash va aniqlash uchun CR Expert MCJ kompaniyalari xulosalari olingan. Hozirda o'tkazilgan IPO muddatlarini aniqlashtirish bo'yicha davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan birga ishlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi 37-son farmonining 23-bandiga muvofiq O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyati korporativ ijtimoiy mas'uliyat CSR hamda ekologik ijtimoiy va korporativ boshqaruv ESG holati to'g'risidagi hisobotlarni shakllantirish hamda jamoatchilikka keng oshkor etish tizimini joriy etish boshlandi. Bu ishlarga dunyodagi katta to'rtlikka kiruvchi KPMG audit jalb etilgan bo'lib, hozirda ushbu tashkilot tomonidan jamiyatda CSR va ESG joriy etish, jamiyat strategiyasini ishlab chiqish va 24-yil uchun hisobotni tayyorlash bo'yicha ishlar yakuniga yetdi. Ushbu ishlar natijalari joriy yildan boshlab oshkor etila boshlaydi. O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyati faoliyatini xalqaro turdosh kompaniyalar bilan solishtirish maqsadida benchmarking o'tkazish va istiqbolli yo'nalishlarini belgilash maqsadida 24-yilda Spets Geofizika Rossiyaning nufuzli kompaniyasi, umuman seysmik razvedka bo'yicha dunyo tan olgan kompaniya tomonidan o'rganishlar o'tkazilgan bo'lib, natijalari bo'yicha e'tiborga olinish kerak bo'lgan va faoliyat samaradorligini oshirishga ijobiy ta'sir qiluvchi muhim uchastkalar aniqlandi. Ular bo'yicha ishlar boshlandi.
kadrlar ishlari bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tsam, O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyatida bugungi kunda 3420 nafar ishchi xodim ishlab kelmoqda. Shundan 29% muhandis texnik xodimlardir. Jamiyatimizda 937 nafar oliy ma'lumotli, 1332 nafar o'rta maxsus, 1151 nafar o'rta ma'lumotli xodimlar mehnat qilib kelmoqdalar. Shu bilan birga mutaxassislardan 3 nafari fan nomzodi, 2 nafari geologiya mineralogiya fanlari doktor ilmiy darajasiga ega. Kadrlar qo'nimsizligini oldini olish va xodimlarning mutaxassislik bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida 52 nafar xodim jamiyat hisobidan oliy ta'lim muassasalarida o'qitilmoqda. Shulardan 39 nafari geologiya fanlari universitetida, To'qon sanoat va geologiya vazirligi qoshidagi universitet, geologiya fanlari universiteti, 2 nafar xodimi demak Piza universiteti, Italiyaning o'sha geologiya fanlari universitetidan tashkil qilingan Piza universiteti filialida, 5 nafari Gubkin nomidagi Rossiya neft va gaz universiteti Toshkentdagi filialida, 6 nafar xodim Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetida tahsil o'qib kelmoqda. Bundan tashqari, jamiyat xodimlari uchun o'z hisoblaridan quyidagi oliy o'quv yurtlarida ishdan ajramagan holatda o'qishga imkon yaratilmoqda. Jumladan, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida 25 nafar, Geologiya fanlari universitetida 10 nafar, Toshkent davlat texnika universitetida 14 nafar, Buxoro muhandis texnologiya institutida 15 nafar, Qarshi muhandis iqtisodiyot institutida 8 nafar, Qoraqalpoq Milliy universitetida 10 nafar hamda boshqa oliy ta'lim muassasalarida 24 nafar xodim demak tahsil olmoqdalar. Shuningdek, jamiyatda o'rta bo'g'in mutaxassislarni tayyorlashga ham katta ahamiyat berilgan bo'lib, demak, vazirligimiz tashabbusi bilan birga hisobot yilida jamiyat hisobidan 40 nafar xodimlar dual ta'lim asosida texnik geofizik mutaxassisligi yo'nalishida Qarshi muhandislik kollejida va Buxoro neft va gaz texnikumida tahsil olmoqdalar. Aytib o'tish kerakki, 3 yil oldin boshlangan bu tadbir xudo xolasa joriy yilda iyun oyida bitirib diplomlarga ega bo'lishadi va ishlab chiqarishga, rivojlantirishga ushbu xodimlarni albatta o'zini ko'rsatish imkoniyati paydo bo'ladi. Jamiyatda mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish masalalariga katta e'tibor qaratilgan bo'lib, 24-yilda jami 525 nafar mutaxassislar malaka oshirish kurslariga yuborildi. 2025-yilda ham ushbu kadrlar tayyorlash va ularning bilimlarini oshirish, xalqaro standartlar bo'yicha ish tashkil etish bo'yicha ishlar davom ettiriladi. Xususan, yaqinda xorijdagi ikkita turdosh kompaniya bilan quduqlarda kon geofizika yo'nalishida kadrlar malakasini oshirish bo'yicha kelishuvlar imzoladik. Bu bo'yicha bugungi kunda 3 nafar rossiyalik mutaxassislar bizda tajriba almashdi. Bu joriy yilning fevral oyida bu tadbir amalga oshirildi Toshkentda. Va aprel oyining 3-dekadasida 7 ta xodimimiz Rossiya kompaniyalarining nufuzli Rossiya kompaniyalarida demak tajriba almashishga yuboriladi. Dala geofizikasi, seysmik qidiruv ishlari bo'yicha ham Rossiya hamda Xitoy kompaniyalari bilan muhokamalar o'tkazilmoqda. Natijasi bo'yicha bu yil amalga oshira boshlaymiz. Bu ishlarga albatta eng asosan yosh mutaxassislar jalb etiladi. Jamiyatda hozirgi kunda 35 yoshgacha 1589 nafar yosh ishchi xodimlar faoliyat yuritmoqda. Bu esa jami xodimlarning 46% ni tashkil etadi. Jamiyat moddiy ko'magi asosida yoshlarimizning malakaviy, ma'naviy, jismoniy rivojlanish maqsadida 130 ta turli xil tadbirlar, kurslar, seminarlar, treninglar tashkil etildi. Joriy yilda ham ushbu yo'nalishda belgilangan rejalar asosida tadbirlar davom ettirilishi nazarda tutilgan. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, axborotim tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa marhamat. Rahmat. O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyatining 2024-yilgi faoliyati va 2025-yilgi ustuvor vazifalari yuzasidan muhim ma'lumotlar taqdim etildi deb o'ylayman. Ana endi navbatni savol-javoblarga beramiz. Ya'ni ommaviy axborot vositalari xodimlari tomonidan agar savollar bo'lsa, tayyorgarlik ko'rib turishlarini so'raymiz va unga qadar ruxsat bersangiz ijtimoiy tarmoqlardan kelgan bir savol bilan murojaat qilsam. Ya'ni aksiyadorlik jamiyatida bugungi kunda faoliyatida qo'llanilib kelinayotgan geofizik uskunalar va dasturiy ta'minotlar bugungi zamon talablariga javob beradimi degan savolni qo'yishibdi. Shu savolga javob bersangiz. Savol uchun minnatdorchilik bildiraman. Albatta hozirgi raqobatbardosh bir zamonda yashayapmizki, hamda demak dunyoda har jabhada raqamlashtirish, yangi texnologiya, texnikalar rivojlanishi davrida xuddi
shu sohada o'zbek geofizika, umuman geofizika sohasida ham har kuni yangiliklar mavjud. Ushbu yangiliklardan foydalanmaslik yoki bo'lmasam ularga e'tibor bermaslik masalasi agar yechilmasa agar, demak raqobatbardoshlikni ta'minlash masalasi oqsab qoladi. Hozirgi qo'yilgan demak geologik vazifalar ta'minlanmaslikka yo'l qo'yilishi mumkin. Shuning uchun o'zbek geofizika albatta yangi texnologiyani qo'llash, ularni mutaxassislarimizni ulardan foydalanishni o'rgatish, malakasini oshirish kabi ishlar izchil davom ettirilmoqda. Xususan joriy yilda ishlab chiqarishga yangi uslubiyotlarni tatbiq etmoqchimiz. Bu o'sha kon geofizika yo'nalishiga bog'liq bo'lib, shu kungacha O'zbekistonda kam ishlatilgan, hozir zamonaviy trendda bo'lgan yadro magnit karatash yoki bo'lmasam impuls neutron karatash usullarini ishlab chiqarishga joriy etilish ishlari boshlangan. Yaqin kunlarda ushbu uskunalar demak nufuzli ishlab chiqaruvchilar tomonidan xarid qilinishi demak rejalashtirilmoqda. Hozirgi kunda mutaxassislarimiz ularni ishlatish, kelajakda o'sha ishimiz faoliyatimizda qo'llash masalalari bo'yicha o'qitilmoqda. Dala geofizika yo'nalishiga keladigan bo'lsa agar, albatta raqamli telemetrik uskunalardan foydalanish, ularning dasturiy ta'minotlarini yangilab borish masalasi doimiy nazoratga olingan. Joriy yilda demak nafaqat dala materiallarini talqin qilishda, demak registratsiyasida dala ishlarida, balkim ularni qayta ishlash va talqin qilish masalasida zamonaviy paradigm demak dasturiy ta'minotni yangilash, yangi modullarni qo'llash orqali demak ma'lumotlarning aniqlik darajasini ko'tarishga imkon yaratildi. Rahmat. Demak, rahmat, tushunarli. Demak, uskunalar va dasturiy ta'minotlar bugungi kun talablariga qisqacha qilib aytganda javob beradi. Albatta, hozirgi kunda yuqorida ta'kidlab o'tildi, oxirgi 8-10 yilda olib kelingan yangi uskunalar, bu zamonaviy talabga javob beradigan uskunalar, bu asosan dala geofizika ishlari yo'nalishida Yevropa standartiga javob beradigan bu yuqorida aytib o'tilgan paradigm dasturiy ta'minoti va 8-10 kilometr chuqurlikdagi geologik qatlamni o'rganishga mo'ljallangan zamonaviy 3D komplekslari hozirgi kunda O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyatida mavjud. Shu uskunalar bilan yer qa'rini jihatdan o'rganishlari amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda biz kerakli ma'lumotni olish uchun tegishli uskunalarga egamiz. Rahmat. Rahmat javoblar uchun. Agar ruxsat bersangiz, ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim. Mayli, rahmat. Juda haligi qiziq savol. O'zi geofizika degani nima degan savol tug'iladi ko'pincha sohaga aloqasi bo'lmagan odamlarda. Geofizika yo geofizika usullari deganda o'sha yer ustidan yo bir ma'lum masofadan turib yer ostidagi tabiiy boyliklarni haligi bevosita yoki bilvosita bo'lgan belgilarini aniqlash bilan bog'liq. Endi savolni dolzarbligidan kelib chiqib aytishim mumkin misollar bilan. Quruq gap bo'lib qolmasligi uchun bugungi kunda bizadagi mavjud uskunalar bilan shu uskunalardan yoki kerakli ma'lumotlar bazasidan foydalanish natijasida bugungi kunda biza o'z xizmatlarimizni Tojikiston, Qirg'iziston va Rossiya federatsiyalari kompaniyalariga eksport amalga oshirish imkoniyatiga egamiz va o'tgan yildan boshlab ushbu ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bu ham bizani o'sha kerakli darajada jihozlanganligimizni tasdiqi. Rahmat. Aha, tushunarli. Rahmat. Marhamat, o'zingiz qatnashchilari, jurnalist O'ljabek Qashir. Endi shu ishlab chiqarishga innovatsion loyihalar joriy qilingandan keyin ishlab chiqarish ko'lami o'tgan yilga qaraganda, o'tgan yildan oldinga qaraganda qancha foiz oshdi? Va ikkinchi savol, men jurnalistlarga geologlarning hayoti ham qiziq tuyuladi. Men bir necha oy oldin ishonch gazetasida tog'larda qolgan izlar degan bir Jo'raqul Yo'ldoshев degan juda kuchli geolog odam to'g'risida maqola yozdim-da. Shundan keyin geologlarga yana qiziqib qoldim. Yozgimiz ham keladi. Mana shu O'zbekistonning eng katta hududi Qizilqum hududi bilan Usturt kenigida yakunlangan yilda qancha nuqtalar ochildi va yana kelgusida ham aynan shu ikkita nuqtada izlanishlar olib borilyapti eng chekka nuqtalarda. Geologlar ishlari qanday ketyapti mana shu eng katta bepoyon kengliklarda? Savolim uchun rahmat. Umuman geologiya, geofizika sohasi haqiqatan ham sharafli, ham murakkab kasb.
xususan o'zimni ham 22 yillik demak dala stajim mavjud. Hozirda O'zbek geofizika davlat jamiyatini 20 ta dala geofizika partiyalari xodimlari va 40 dan oshiq kon geofizika otryadlari demak Farg'onani tog'li zonalardan boshlab butun bir markaziy O'zbekiston toki o'sha shimoliy hududlari Qoraqalpog'iston Respublikasining Turkmaniston, Qozog'iston chegaralari bilan kartani endi tasavvur qiladigan bo'lsangiz agar barcha jabhada demak o'sha dala partiyamiz xodimlari odam qadam bosmagan joylarda birinchi o'zini qadamlarini bosib kelyapti. Haqiqatan ham mashaqqatli, murakkab kasb. No, shunga qaramasdan ishlarimiz yildan yiliga ko'payib boryapti. Ish hajmi ham unga muvofiq demak modernizatsiya ishlari, unga muvofiq demak dasturiy ta'minotlar bilan ta'minlab kelinmoqda va natijalar ham yomon emas. Mana yuqorida men ma'ruzamda aytib o'tdim, yillik 18 dan 20 gacha demak istiqbolli strukturalar aniqlanib, chuqur burg'ilashga topshirib kelinmoqda. Rahmat. Qo'shimcha sifatida 2020-yilda 56 million tonna shartli yoqilg'i resurs tayyorlangan bo'lsa, o'tgan yili 118 million tonna shartli yoqilg'i tayyorlandi. Bu 2 barobarga ortiq degani. Bu yildan yilga oshib borish natijasida erishilgan yutuqlarimiz. Rahmat. Rahmat, tushunarli. Marhamat. Mahalla radio kanalidan To'lqin Yorqulov bo'laman. Bergan ma'lumotlaringiz uchun avvalo minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi paytda haqiqatda mamlakatimizda geologiya sohasidagi yutuqlar natijasida ko'plab mahalliy xomashyolar O'zbekistonda ishlab chiqarilayotganligi, ayniqsa qurilish sohasida ko'plab mahsulotlar O'zbekistonda chiqarilayotganligi haqida ko'p axborotlar olyapmiz. Bu albatta o'zimiz uchun juda ham quvonarli. Yuqorida sizlar eng so'nggi rusumdagi texnika, texnologiyalardan, yangi asbob-uskunalardan foydalanilayotganligi haqida ma'lumotlar berdingizlar. Ana shu asbob-uskunalardan samarali foydalanish uchun munosib kadrlar kerak-da. To'g'ri, kadrlar haqida ma'lumot berdingizlar, lekin bu kadrlar aytaylik 5-10 yil oldinda yuradigan kadr bo'lish kerak-da, mutaxassis, yuqori malakali bo'lish kerak. Nimaga deganda soat sayin axborot texnologiyalari o'zgaryapti. Bu o'zgarish jarayonida kecha axborot texnologiyalari sohasida o'qib bitirib mutaxassis sifatida kelgan mutaxassisning o'zi ish faoliyatida qo'llaydigan texnologiyasi eskirgan bo'ladi. Nimaga deganda bir kun ichida yangilanyapti-da bu soha. Shuning uchun bu yo'nalishda qanday samarali ta'lim tizimi yo'lga qo'yilgan. Aytaylik, biz chet el mutaxassislariga yoki bo'lmasa boyagi Rossiyadan kelgan yoki boshqa joydan kelgan axborot texnologiyalari sohasida yetuk mutaxassislarga muhtojlik sezib o'zimizning mutaxassislar chetda qolib ketmaydimi? Bu yerda albatta o'zimizning mutaxassislar yuqori malakali bo'lish kerak-da. Shu yo'nalishda qanday ishlar olib borilyapti? Rahmat. O'rinli savol bo'ldi. Savolingiz uchun albatta rahmat. Yuqorida o'zingiz ta'kidlaganingizdek, geologiya sohasi bir iqtisodiyotimizning asosiy negizi. Shundan kelib chiqib, asosiy masalalarni bizda kadrlar hal qiladi, mutaxassislar hal qiladi. Kadrlar tayyorlash masalasida yuqorida Azimboyev ham ta'kidlab o'tdilar. Bizda jamiyatni ichida ustoz shogird yo'nalishi, ya'ni bu 30-40 yillik mutaxassislarni yonlariga 3-4 ta kadrlar, yosh kadrlarni biriktirib o'rgatish tizimi yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari jamiyatni ichida o'qish, seminar, treninglar tashkil qilingan. Qolaversa, vazirligimizda o'quv, alohida mutaxassislik tayyorlash bilan shug'ullanadigan o'quv tashkilotimiz mavjud. Har chorakda o'qish ishlari amalga oshiriladi. Shu bilan birgalikda biz shu yil mana yuqorida ta'kidlab o'tildi, albatta zamonaviy ilg'or texnologiyalarni ishga solish uchun ilg'or tajriba bizning mutaxassislarimizga zarur deb xorijiy yetuk ilg'or kompaniyalar bilan shartnoma tuzdik. Mutaxassislarni borib joyida ish tajriba almashib, bizda kelib shu amaliyotga tatbiq etish. Bizning mutaxassislar ham
ularni mutaxassisi, chet el mutaxassislari bizni kelib ishlarimiz bilan tajriba almashib o'rganish. Shu yo'nalishda ikkita kompaniya bilan hozirda shartnoma imzolaganmiz. Bu Rossiya kompaniyalari, Xitoy kompaniyasi va qolaversa Yevropadagi kompaniyalar bilan, Paradigm Niderlandiya kompaniyalari bilan biz shartnomamiz mavjud va kadrlar tayyorlash bo'yicha amaliy ishlar davom etib boradi. Rahmat. Rahmat. Hurmatli matbuot anjumani ishtirokchilari, O'zbekiston Milliy matbuot markazida O'zbekiston Respublikasi Tog'-kon sanoati va geologiya vazirligi huzuridagi O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyati tomonidan tashkil etilgan matbuot anjumani shuning bilan o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.